Shuni tomosha qilamiz. Anthony Taylor boshchiligidagi mashhur hakam boshchiligidagi brigada chiqib kelyapti. Ularga omad tilaymiz, o'yinni haqqoniy, chiroyli boshqarib berishsin. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi o'zining oq rangli formasida maydonga tushadi. Oq bo'rilar saf tortishadi. Oqlar yuradi va g'alaba qozonadi degan naql bor shaxmatda, lekin futbolda o'z talablari bor. Oson bo'lmaydi, bilamiz. Kolumbiya bugun Janubiy Amerikaning eng top jamoalaridan biri. Braziliya va Argentina bilan tengma-teng kurashayotgan terma jamoa. FIFA reytingida yuqori 10likka da'vogar terma jamoa. Mana shunday raqib bilan boshlaymiz. Mayli, shunga intildik. Kuchlilar qatorida bo'lishni xohladik. Mana yetib keldik shu bosqichga ham. Yangi qoidalar bo'yicha FIFA yaxshi qoida joriy etdi. Qaydnomada bo'lgan barcha futbolchilar saf tortishadi maydonda va o'z madhiyalarini tinglashadi. Va bu to'g'ri qaror, chunki futbolchilar his qilishadi. Zaxirada o'tirib o'ynamay ketadigan futbolchilar ham bo'ladi ba'zan, lekin ular his qilishadi. Mana shu mundialning ilk o'yinida men madhiya ostida turgandim degan ma'no. Please rise if you are able for the national anthem of Uzbekistan. Birinchi bo'lib O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Birgalikda tinglaymiz va kuylaymiz.